Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun xudo xolasa Hazars bozordan dükanimizni obzor qilib ko'rsatamiz. Bu yerda eshik assortimentlari ko'p, ko'rishingiz mumkin. Bu yerda akva eshik, damir eshik, MDF eshiklar, taxt eshik ham bor. Ko'rib, videoda xudo xolasa davomini ko'rsatib boramiz. Kanalda bir like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Yangi bo'lsangiz, shunday foydali videolardan chiqarib boramiz. Eshikimiz sizlar obzor qilib ko'rsatadigan bo'lsak 10 sm eng yaxshi izolyatsiya bo'lgan, shovqindan, sovuqdan, shamoldan to'sadigan eng yaxshi eshiklardan biri. Eshigimizni qalinligi 2-3 lik asimkoyliklardan ishlangan, ustini 0.4 lik zolotoy dub dekorativ panellardan foydalanib ko'ramiz. Buni ranglarini siz xohlagan turda xudo xolasa zakaz bo'yicha ishlab beraveramiz. Eshigimizni oynalari 0.6 mm lik kalyonli qarshi aynalardan bo'ldi. Buni ham sizga dediğinizə qarab zakaz bo'yicha ishlab beraveramiz. Eshigimizning obnashliklarına keladigan bo'lsak 20 sm, ustini koronalari 25 sm. Navshliklari 2 qavat bo'ladi buni. Brutortlik listdan asosiy tegi brutortlik listdan ishlangan simkoyni. Ustini brukchilik listdan ishlab qo'yibmiz dekorativni ko'rinish berish uchun. Eshigimizning palatasi bilan obnashligi bir xil fasonda ishlandi. Telari shivler bo'ladi. Do'stlar, dugalarni besplatni eshiklarimizni har biriga qo'yib beramiz. Ko'rishingiz mumkin. Eshigimizning ichkari taraflari ham chiroyli did bilan ishlangan. Orqa tarafi alikafon, zamoqlari frida, katta sxemali yaxshi zamoqlardan o'rnatib berib qo'yibmiz. Ochib yopilishına keladigan bo'lsak, dum yumshoq. Gelikni eshikdan bo'lib ochib beradi. Ko'raverasiz. Hech qanday tovush, shovqin chiqmaydi. Keyin bu yerda budjetli ishlarimiz ham bor. Bu yerda modali hozir trendda turgan nechvekali ishlarimizdan biri. Bularning razmerlari, assortimenti dum ko'p. Seximizdan bor. Ishlab ham berib turibmiz. Bu yerda dükanimizdan bor. Bu ishlarimizni kvadrat metri boshlang'ich bahosi 850 ming so'mdan boshlanadi. 1,5 milliongacha bor. Eshikning sifatini qaraydi и konstruksiyasi, zamoqlari, quloqlarına qaraydi. Eshigimizning qalinligini qaraydi. Eshiklarimiz 4 sm dan tutib 13 sm-gacha bor. Keyin MDF eshiklarimiz, krashinli, laminat eshiklarimiz har xil razmerda assortimentlari ko'p. Bu yerda yarım eshiklari bor, yekka eshiklari bor. Bularni ham kelishtirib 600 ming so'mdan 3 milliongacha ishlab beramiz kvadrat metri. Sizlara bani vannalar uchun bu yerda plastik eshiklarimiz ham bor. Plastik eshiklarimizni Aqua, Alfa har xil firmada ishlangan turlari bor. Budjetli variantlari ham bor. Bularni 900 ming so'm, 850 ming so'mga yog'daylashtirib klientlarimiz uchun kvadratini ishlab beramiz. Ichkari tarafi zerkala bo'ladi, tashqari tarafi gul layna bo'ladi. Nachun desa ichkari tarafi ko'rinmasligi uchun shunday gul layna qo'yib beramiz. Yine banda Dubayski formada ishlangan bukma variantda brukchilik listlardan orqalarini alikafon etib yaxshi variantda ishlab berib qo'yibmiz. Bularni shumkali, shumkasiz har xil variantda to'ttirib zakaz berishlaringiz mumkin. Buni xohlasanizlar duga qo'yib beramiz, xohlasanizlar zamoqni uzundan foydalansanizlar bo'ladi. Bu yerda viblari dum ko'p. Bular ham kvadrat metr 800 ming so'mdan 1 million 300 ming so'mgacha bor bunday variantlar. Keyin budjetli variantlari bor. Endi bozorga kelib ko'pmiz har xil bizlardan joy solib turgan, kotej solib turgan, yana dom solib turgan mijozlarimiz bor. Ular ham keladi. Shuning uchun budjetli kvadrat metri 700 ming so'mdan bir eshikka 1 million 300 ming so'mga tushadigan ishlarimiz ham bor. Bunday klientlarimiz uchun ham assortiment kelib ko'pmiz. Xudo xolasa telefon raqamlarini qo'yamiz. Bolalar yana akvalarni ham ko'rsatib o't. Akva aynalarimiz ham 6 sm dan 9 sm-gacha plastik aynalarimiz bor. Har xil turda ishlab beraveramiz. Keyin bu yerda yana laminat eshiklarimiz 92 metr, 2.90, 95 2 metr har xil turda eshiklarimiz bor. Xudo xolasa o'zlarimizda siz o'tgan narsam shu vaqtgacha ishlagan
nərsələrimizin rəsmləri qalereyada var. Bu da hazır telefon rəqəmlara yazsanızsa, Telegramma, WhatsAppdan sizlərə danışdırıb, toloq məlumat verib, pulları bilən danışdırıb ötəmiz. Bu da hazır telefon rəqəmlarını qoyamız, bağlanır sizə. Kanalda yeni gibi olsanız abunə olub, like basıb, poddeşiyyət duraqlara müddəmiz.